Bu video murojaatimiz Qoraqalpoq 95 region haqida bo'ladi. Bularga gap bo'lishi mumkin emas. Respekt, men tam berdim. Agar vaqtlaringiz bo'lsa, eshitinglar oxirigacha. Bugun otamning tug'ilgan kunlari. Aka-uka ikkalamiz taqdir qilgan ekan. Yangi pachka Damas kelib shu yerdan olishlik nasib qilgan ekan. Bir Zafarjon degan ukamiz bilan gaplashib, tanishdik internet orqali. Allohga tavakkal qilib keldik. Allohga shukr, shunaqa kutib olib, mehmon qilib, yedirib, ichirib, notariusga boramiz. Endi hayb bular mayli mashinasini sotibdi, shu hurmat zat qilib desak. Daji notariusdagilar ham bizani mehmonligimizni bilib, ochratlar, hammasi kak palojna, bir hech kimdan e'tirozi yo'q. Bir-birovga rozi bo'lib, bizga ochratini berib, mehmon ekan, yaxshi niyatda kelgan ekan deb bizani oldinga olib birinchi hojatimizni chiqarib, ana hozirgina katta yo'lga chiqarib qo'ydilar. Gap bo'lishi mumkin emas. Bu gap bilan nima demoqchiman? Qanaqadir bitta yomon insonni deb ves viloyatni o'tidan gapiradigan ba'zi bir qo'shtirnoqdagi dalbayoblarga gapim bo'libdi kishki, hech qachon eslardan chiqarmanglar. Avvalambor o'zingiz inson bo'lsangiz, yaxshi bo'lsangiz, olam yaxshi bo'ladi. Jonlari sog' bo'lsin, salomat bo'linglar.